namoyish etish niyatida ekanligini bosh murabbiy matbuot anjumanida ham aytib o'tdi. Sven masi inglizlarning Bodo Glimt esa hayron bo'ladigan joyi yo'q. Mana u to'p bilan Don Bodo Glimt bosh murabbiy 20 yoshda bo'lsa, Abduqodir 21 yoshda. Bir-birini yaxshi tushunishi. Natijasida norvegiyaliklar to'pni egallab olib ichkariga yorib kirishgan Husanov qaytardi. Long ball Husanov tomon bosh bilan joylaydi. Husanov. Donnarumma. Harorati qanday ekanligini yaqin yig'inlarda harakatlari kamroq. Ali Abduqodir Husanov. Qorva aynan Dortmundga o'xshashib ketyapti. Nuri Husanov Reinders long ball so'radi. Shoshmayapti Abduqodir. City futbolchilari ichkariga uzatma. Abduqodir pas! Tepadigan odam topilmadi. Assist bo'larmidi-ya? Raqibdan pozitsiyani yutib olib zarba berish. Husanov. 1 daqiqa qo'shdi hakam. Boy gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi taym menimcha mavsumdagi eng zo'r taym bo'ldi bu jamoa uchun. Ideal zarba tashqaridan. Yuqoridan uzatma. Husanov yutib chiqdi bu kurashda. To'pni saqlab qoldi City uchun. Husanov qaytib oldi. Chapga yo'naltirdi. Husanov o'zi boryapti, tushunyapti hozir. Yo'q. Luis Abduqodir ichkariga pas Hollandga. Bugun Husanovda tushmagandiki. Husan raqamda Isaak Jubik Maata himoyachi. Hech narsa yo'q. Husanov yelkani ishga soldi. Mana o'sha vaziyat. Luis Husanov 98% edi birinchi bo'limda, ikkinchi bo'limda ham hali juda noaniq pas berganini ko'rmadik.